Damaschi akalar, bu videoni o'tkazmay turinglar. Bu videoga bittadan like bosmasalar ham bo'lmaydi akalar. Akamiz bizni Instagram sahifamizda ko'rib kelishdi. Yaqinroq olib keling, mana rul sohasini ko'rsatamiz. Rullar o'ta og'ir mana. Hech qanaqangi nima yo'q mana. Og'ir juda ham rullari. Buni qanamini yurishibdi, hayronman. Boshqa joylarda ishlab bor ekan. Akamiz ham chetdalar, hozir bo'lgan jarayonni qo'yamiz. Ko'rasizlar, akalar ketdi. Akalar boshlagan mashinamiz tayyor bo'ldi. Chashkalargacha qo'yib, mayatni, rulov, kalonkalargacha qo'ydik. Mashina o'ta ideal bo'ldi. Xudo xolasa akamiz yurib ko'rib baho beradilar. Inshaalloh birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Akamiz yurib keldilar, o'zlaridan so'raymiz hozir. Aka, mashina qalay bo'libdi? Xudo xolasa zo'r uka. Chotkimi? Ko'rmasin. Ovozlar yo'qolibdimi aka? Xudo xolasa zo'r. Aka, yengilanish rullar yengil bo'libdimi? Ha, rul o'ta yumshoq. Bo'ldi aka, tavsiya qilamizmi aka tanishlarga? Hayy. Bo'ldi. Kelaverasiz bemalol. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Yotoqxonalari ham zo'r ekan ukaxonni. Damlab oldingizmi? Damni oldik. Bo'ldi aka. Bozordan charchab keluvdim, mana bu yerda damni olib. Aha, bo'ldi aka. Akalar, shunaqa xizmat kerak bo'lsa kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shaharida, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Xudo xolasa sizlarga ham chiroyli qilib beramiz. Jonlaring sog' bo'lsin. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.